2 yil oldin ham guruh bosqichida biz shunchaki uchrashuvlarda ishtirok etgandik, taassurot qoldirgandik. Hozir esa amirliklarning hujum ehtiyot bo'lish kerak va ular hisobda oldinga chiqib olyapti. Afsuski Zayd Abdulla Amiri hozir darvozamizga to'p kiritib ketdi. Darimiz raqib jarima maydonchasi tomon kirib borishdi. Bu vaziyatda Oybek Bozorov yaxshi harakat, zarba, gol! Qadrli futbol ishqibozlari, terma jamoamiz tezkor javob goli kiritishga muvaffaq bo'ldi. Bu uchrashuvda jamoamizda Oybek Bozorov juda chiroyli tarzda bittadan o'tib ketdi, keyingisini ham dog'da qoldirdi, yiqildi. Hakam jim, qoida buzilmagan. Ostonada futbolchilarimiz to'pni egallab oldi. Finalda va qadrli futbol ishqibozlari penalti. Zarba, gol! 2-1 qadrli futbol ishqibozlari, terma jamoamiz hisobda oldi. Banaf ham to'pni eliga yetkazib berdi. Olisdan zarba, gol! Terma jamoamiz raqiblari darvozasiga 3-to'pni Boburdan to'pni yana Jasur qaytarib oldi. Yaxshi hujum rivojlanyapti. To'xtasinov, Jasur va hisob g'ulubi! Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasini vakillarimiz yanchib tashladi. Chorak finalda yuqoridan oldinga to'pni yetkazib berdi. Jasur yaxshi bor. Uchrashuvda biz yaxshi butun xalqimizga ajoyib g'alaba taqdim etyapti. Yana bir karra chiroyli